Maxsus tasvirlarda ko'rib turgan mazkur manzil Farg'ona vodiysining eng so'lim go'shalaridan biri bo'lgan Chimyon sanatoriyasidir. Farg'ona shahridan 32 kilometr uzoqlikda, dengiz sathidan esa 450 metr balandlikda joylashgan ushbu sihatgoh bundan 45 yil avval o'z faoliyatini boshlagan. Hududiy jihatdan 28,5 gektar yer maydoniga ega bo'lgan ushbu sanatoriyada aynidan ovqat hazm qilish, qon aylanishi, nerv, tayanch harakat sistemasi, ginekologik va urologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlar davolanadi. Aynidan 1000 o'ringa mo'ljallangan maskandagi 5 ta binoda 1 va 2 kishilik xonalari mavjud bo'lib, ko'plab qulayliklarga ega bo'lgan sihatgohda 6 kundan 12 kungacha bo'lgan muddatda davolanish va dam olish istagidagi shaxslar kelishi mumkin. Har yili o'rtacha 20-22 ming atrofida insonlar kelib shifo topuvchi sanatoriyada nafaqat yurtimiz, balki Markaziy Osiyo davlatlari, shuningdek, boshqa hududlardan ham salomatlik istab keluvchilar talaygina topiladi. Я из Казахстана, из города Астана. Очень много наслышано про санаторий Чимyon. Вот приехали, убедились сами. Медперсонал очень отличный, все нравится. Цены приемлемые, полулюкс номер очень отличный. Всегда все чисто, процедуры проходят очень хорошо. Очереди нету, столкновений нету. Ну, очень даже нравится, всем советую и буду даже дальше рекламировать ваши санатории. Men Qirg'iziston fuqarosiman. Shu sanatoriyaga keldim. Sanatoriya hamma joyi yaxshi. Muomalalari, doktorlar yaxshi. Mana vada selovodorod suv bor ekan, u lichena, mana shu 10 kun lichena olyapman. Foyda qilganimni men bildim. Endi Xudo xolasa oilam bilan mana shu yerga kelishni yana reja qilyapman. Farg'ona viloyatining Farg'ona tuman Chimyon qishlog'ida joylashgan sanatoriyaning davolash usuli asosan oltin gugurt vodorodli madanli suv bilan vanna qabul qilish hisoblanadi. Bunday muolajani esa siz dunyoning juda kamdan kam sanatoriyalarida uchratasiz. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tilgan 10 dan ziyod turdagi kasalliklar ham 30 ga yaqin turdagi zamonaviy tibbiy jihozlar hamda tabiiy usullar yordamida xalqaro standartlarga mos tarzda davolanadi. Bizning sanatoriyamizning afzallik tomonlari bizda tabiiy holatda yer ostidan chiqadigan serovodorod suvimizni vanna holatda qabul qilish. Bu suvimiz vanna holatda 90% ter orqali so'riladi, 10% nafas yo'llari orqali so'riladi. Bu suvimiz nihoyatda shifobaxsh hisoblanib, tayanch harakat a'zolari, bo'g'im og'riqlari, teri kasalliklari, endokrin kasalliklar, urologik, ginekologik kasalliklarga nihoyatda shifobaxsh hisoblanadi. Undan tashqari bizda ichiladigan natriy gidrokarbonatli, past konsentratsiyali mineral suvimiz ham bor. Bu suvni ovqatdan oldin 3 mahal ichishadi. Bu suvimiz oshqozon ichak trakti kasalliklariga, o't dimlanishlariga, buyrak kasalliklariga nihoyatda shifobaxsh hisoblanadi. Shuningdek, manzilda bemorlar uchun qulayliklar yaratish maqsadida yopiq turdagi basseyn, madaniyat saroyi, kutubxona, sport maydonchalari, madaniy-ma'rifiy binolar ham mavjud. Bundan tashqari sanatoriya hududida o'z farzandlari bilan keluvchi bemorlar bolalari uchun ham maxsus maydoncha tashkil etilgan. Men ushbu sanatoriyaga 29 yildan beri tashrif buyurib, shu yerda o'zim sog'lig'imni tiklab ketaman. Bu sanatoriyani qulaylari juda o'ziga xos. Sihatgohdagi shifokorlarning qilgan muomalalari nihoyatda bizga ma'qul bo'ladi. Shuning uchun doimiy ravishda 4 kishi har doim shu yerga birgalikda kelib, shu yanvar oyini o'rtalariga kelib dam olib ketamiz. Hamma sharoitlari yaxshi. Bundan tashqari hududda davolanuvchilar uchun bir vaqtning o'zida 1100 ta odamga xizmat ko'rsatuvchi 2 qavatli oshxona ham mavjud bo'lib, bu yerda 3 mahal bepul issiq ovqat dam oluvchilar uchun tortiq etiladi. Shuningdek, manzilda yuqori malakali shifokorlar tomonidan ham muntazam ravishda tibbiy xizmat ko'rsatilib borilishi sizning sifatli muolaja olishingizni ta'minlaydi. Shunday ekan, biz sizga ko'p yillardan buyon millionlab bemorlar davo topayotgan Chimyon sanatoriyasiga kelib, hordiq chiqarish bahona kasalliklardan xalos bo'lishni tavsiya etamiz.